Endi qizlar oldi bo'lakcha chizamiz. 8 nuqtadan tepaga qarab chizamiz. Bizga ko'krak yarim aylanasini 2 ga bo'lamiz. 0,5 ayiramiz. Shundan chiqqan javobini mana shu yergacha tepaga qarab chizib 16 nuqtani belgilaymiz. 16, 17, 18 nuqtalar mana shunaqa kvadrat qilib birlashtiriladi. Mana qizlar qaranglar. 16 dan 18 gacha old bo'yin o'yinini belgilashimiz kerak. Orqa necha chiqqan bo'lsa shunga 1 sm qo'shib belgilab olamiz. 18 nuqtani qo'yamiz. Bu yoqqa necha belgilagan bo'lsak, pastga yarim santimetr qo'shib belgilab 19 nuqtani qo'yamiz. 18 bilan 19 nuqtani shunaqa avalni qilib birlashtirib qo'yamiz. Mana 18 nuqtadan 20 nuqtagacha hamma razmerlar uchun 4 sm yurib 20 nuqtani belgilaymiz. 20 dan 21 gacha pastga 1 sm tushamiz. Hamma razmerlar uchun bir xil va 21 18 nuqtalari lineyka bilan birlashtiramiz. 8 nuqtadan 22 nuqtagacha ko'krak markazini 2 ga bo'lib chiqqan sonni qo'yib olamiz. Lineykani 18 nuqta, mana 18 nuqta va 22 nuqtaga tekkizib qo'yamiz va ko'krak balandligini chizib olamiz. Bu bizga yordamchi chiziq bo'ladi. Ko'krak balandligi chiqqandan keyin uni 23 nuqta qilib belgilab olamiz. 21, 23 nuqtalarni birlashtirib olamiz. Bu bizda vitichka chuqurligi bo'ladi. Qizlar qaranglar. Mana lineykani 18, 21 mana yelka chizig'i bilan tekis qilib qo'yib oldim. Menda mana bu joyda vitichkaning ko'krak markazi 2 ga bo'linganida necha chiqqan bo'lsa, mana 8 chiqdi. Mana 8 ni qo'yib oldim. 8 ni qo'yib, mana bu nuqta menga vitichka chuqurligi nuqtasi bo'ladi. Shuni belgilab, hamma o'zida chiqqan razmerni yozib belgilab qo'yinglar. 24 nuqta belgilaymiz. Mana qizlar, menda 24 nuqta mana shu yerda bo'ldi. Endi shu 24 nuqtani 23 nuqta bilan birlashtiramiz. 21 dan 23 gacha necha santimetr chiqqan bo'lsa, 24 bilan 23 ham xuddi shunaqa bir xil santimetrda bo'lishi kerak. Mana chizib oldim. Bu chiziq bilan bu chiziq uzunliklari bir xil chiqishi kerak qizlar. Endi 24 nuqtaga orqa yeng o'mizning birinchi nuqtasiga, mana to'rtga bo'lib olgan joyimiz bor edi-yu, shuni birinchi nuqtasiga lineykani qo'yib, biz o'zimizga shtrix bilan yordamchi chiziq chizib olamiz. Qizlar qaranglar, bu yelka chizig'i 24 dan 25 gacha yelka kengligi bor-ku bizda. Yelka kengligini mana bu yerga 4 sm belgilagandik. Endi yelka kengligidan 4 sm ayirib, shundan qolganini mana bu 25 nuqtani belgilab olamiz. Mana bu yordamchi chizgan chizig'imiz bor-ku, o'sha bilan chizig'i bir xil bo'lib, bizga 25 nuqta shu yerga joylashadi. Endi yana bitta yordamchi chiziq chizamiz. Bu bizga 25 nuqtadan mana bu bo'lib olgan 4 ta stanokamiz bor, eng o'mizidagi 3 ta nuqtamizni eng oxiriga shunaqa yordamchi chiziq chizib olamiz. Eng oxirgi nuqtaga. Endi shu chiziq yordamida biz 26 nuqtani topib olamiz. Hamma razmerlar uchun 25 dan pastga 2 sm 26 nuqtani belgilab olamiz. 24 bilan 26 nuqtani lineyka bilan birlashtiramiz. Mana bu bizda yelka chizig'ini, mana bu yelka chizig'ini davomi bo'ladi. 24 bilan 26 ni birlashtirdik. Endi 26, 27 nuqtalar ikkalasini o'rtasi santimetrda o'lchanadi. O'rtasini belgilab olamiz. Keyin shunaqa bisektrisa 0,5 sm bisektrisa ichkariga, mana ko'rinib turibdi. Ichkariga chizib belgilab olamiz. Qizlar qaranglar. Xuddi orqa yeng o'mizini chizganimizdek 26 nuqtaga, bisektrisaga 27 nuqtaga tegib turishi kerak lineykani avval joylari. Xuddi shu joylardan